qilsa arziydigan xonadonimizga chiqyapti. O'rtoqlar, biz hozir Uchqahramon postidan 5 kilometr ichkariga kirganinglarda Sho'ro bozor mahallasidamiz. Umumiy to'ri 12 sotix maydonga qurilgan uyni hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Videoni albatta oxirigacha ko'rishinglarni maslahat beraman. Narxini ham aytib o'taman oxirida albatta. Uyimizni tashqi tomondan fasadini ko'rib turibsizlar o'rtoqlar. Uy ikki yon tomonda zilonli zonalar ajratib ketilgan. Mahallada gaz, svet, suv o'tkazilgan, kerakli kommunikatsiyalar mavjud. Qurilish darvozaxonamiz ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bemalol 2-3 ta mashina joylashtirsanglar bo'ladi. Usti yopilgan naves. Kirganimizda o'ng tomonda tashqi hovli uchun bitta sanuzel tashab ketilgan. Xo'p, ikki yon tomonimizda mana shunaqa chiroyli zilonli zona qilib qo'yilgan. Uyni fasadiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar o'rtoqlar. Juda ham chiroyli qilib ishlangan ekan. Hammamizga mana shunaqa uylar nasib qilsin. Hozir sizlar bilan ichkarilarni ko'rib chiqamiz. Uyga kirishimiz mana shunaqa kattagina hol bilan boshlanyapti o'rtoqlar. O'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Bu yoqqa bemalol yumshoq mebellarni joylashtirib, mehmon kutadigan zona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana bu yoqda televizor qo'yishga sharoitlari mavjud. Eshikdan kirganimizda o'ng tomondan boshlaymiz. Bu yoqda bitta xonamiz bor. Bu yoq xohlasanglar mehmonxona, xohlasanglar kattalar uchun yotoqxona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli dizaynda qilib ketilgan bu uyimiz avtorskiy proyekt asosida bo'lgan hammasi. Xo'p, mana bu yoqda umumiy bitta sanuzel, kattagina joy tashab ketilgan. Sanuzelga ham bu yoqqa bemalol kir mashinalarni ham xohlasanglar joylashtirsanglar bo'ladi. Mana bu yoqda oshxonamiz joylashgan. Oshxonadan orqa hovliga chiqamiz. Orqa hovlimizda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda zilonli zonaga joylar ajratib ketilgan. Mana bu yoqda bo'lsa kotelnimiz joylashgan. Xo'p, o'rtoqlar, xonalarimiz to'plepol bo'lgan. Bizda keyingisi mana bu yoqda bitta bolalar xonasi joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Va bu yoqda bo'lsa yana bitta xonamiz bor. Bu yoqqa xohlasanglar mehmonxona, xohlasanglar kattalar uchun yotoqxona, bo'lmasa detskiy xona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Endi bu yog'i uy olgan odamga bog'liq bo'lib qoladi. Mana bu yoqda bo'lsa, lekin kattalar uchun bitta yotoqxona joylashgan. Mana shunaqa panoramli oynalari. Mana bu yoqda bo'lsa, alohida o'zini sanuzellari mavjud o'rtoqlar. Ko'ryapsizlar. Demak, do'stlar, videoni shu joyda yakunlaymiz. Uy ko'ryapsizlar, bu uyimizga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasiz. Yana bir marta eslatib o'taman, biz hozir Uchqahramon postidan 4 kilometr ichkariga kirganinglarda Sho'ro bozor mahallasidamiz. Orientirimiz Shreder bog'i bo'lyapti. Shunaqgina Shreder bog'i bilan chegarada joylashgan. Xo'p, o'rtoqlar, mana shu sizlardan ko'rib chiqqan uyimizga 180 ming so'rashyapti. Tepasiga kelsanglar, albatta kelishiladigan joyi bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlar va telefon raqamimni afsanda qoldiraman. O'zingizlarni qiziqtirgan savolinglar bo'yicha bemalol murojaat qilaverasizlar. Uy ko'rdik, bizdan uzoqlashmanglar.